Assalomu alaykum va rahmatulloh. O'zini mo'min, musulmon, muslim, iymon keltirgan Abdulloh deb atuvchi birodarlar va boshqa firqalarni, o'sha islomdan tashqari nom qo'yilgan firqalarni inkor qilgan holda mani murojaatim o'zbek zamon musulmonlari orasida mashhur bo'lgan Abror Muxtor Aliga. Qisqaroq qilishga harakat qilaman imkon qadar. Abror akani bir da'volari bor, ya'ni adashmasam bir kinodanmi, serialdanmi olgan da'volari "To'dalanib kellaring". "To'dalanib kellaring" bu atamani bular ishlatadilar, noo'rin ishlatadilar. Nimaga desa, "To'dalanib kellaring" qo'shimchasi bor yana. Qo'shimchasi bo'lishi kerak. Qo'shimchasi qanaqa bo'lishi kerakki, "To'dalanib kellaring" guruhimga, kanalimga baribir mikrofon boshqarish mani huquqim. Shu. Bu raddiya bildiruvchi taraf 10 mingta bo'lib keladimi, millionta bo'lib keladimi, Abror aka bitta o'zi bo'lsa ham, lekin o'zi xo'jayinchilik qiladigan, o'zi dominantlik qiladigan yoki uni shogirdlari, uni eshituvchilari, u taraflar dominantlik qiladigan guruh va kanallarda sizni mikrofoningiz shundoq ham bekiladi, ular xohlagan paytda, xohlagan vaqtda. Ular o'zini kanaliga chaqirishadi, xolis bo'lamiz deyishadi, lekin xolislikni shu paytgacha xolis bo'lgan insonlar o'zi ko'rgan bo'lsa, eshitgan bo'lsa, hech qanaqangi xolislik yo'q. Xolislikdan asar ham yo'q u yerda. Bir jihatdan boshlaniladi, normalniy suhbat ketayotgandek bo'ladi, keyinchalik ular o'zi qachon yopish kerak degan fikrga kelganda tars etib yopib qo'yadi. Xullas, Abror aka, sizga murojaat, Abror aka deyman, qisqaroq qilib, Muxtor Ali desam bir uzunroq bo'lib ketyapti. Uzr birodarlar. Abror aka, sizni oldindan ham shu boshqa guruhga bahs uchun chaqirgan, boshqa guruh, boshqa kanallarga o'shanga bilmadim, sizga yetkazishdimi bir shogirdlaringiz. O'zingizga ham primoy aytganman. Haligacha javob bermagansiz. Eshitib turgan tarzingizda ham. Sizni guruhingizdagi manipulyatsiyalaringizni qisqagina sanab o'tishim mumkin. O'zi ko'p manipulyatsiya qilishlaringiz, bir narsani o'zingizni eshituvchilaringizga boshqacha tarzda yetkazib berishingiz, bu juda ko'p marta o'zini isbotini topgan. Misol tariqasida o'sha bizning ustozimiz bo'lgan, din o'rganayotgan odamimiz doktor Ihson Abu Shayb al-Maydani bilan suhbatingizni ham misol qilsa bo'ladi. Suhbatingiz paytida u kishini men faqat shu o'zingizni guruhingiz bo'lgan o'sha ilmiy bahs maydoni, adashmasam, shu joyga bir suhbat uchun birodarlarni, o'sha yerdagi birodarlarni mayli savol javob qiling degani uchun chaqirganimda, siz u yerda u kishi bilan o'zingizcha bahs yasab oldingiz va u kishiga savol berganingizda qanaqa qilib Qur'on oyati bilan sohirda teskari kelgan hadisni birlashtiramiz, bizga o'rgatsan, qani aytib bersan degansiz. O'sha paytda doktor Ihson misol tariqasida aytgan degan. Misol tariqasida aytishni men aytganman doktor Ihsonga, keyin u sizdan so'ragan. Men sizga aytganmanki, agarda unday bunday emas, konkret masala bo'yicha suhbatlashsanglar, konkret ayting deganman. Va siz o'sha yerda bir oyat bilan bir hadis keltirgansiz. Doktor Ihson sizga u hadis zaifligini aytganida siz aytdingizki, bizga zaifligi qiziq emas. Bizga shuni qanaqa kelishtiramiz degansiz. Bu yerda aqli bor odam, aqlini ishlatadigan, erinmasdan ishlatadigan odam nima deyish kerak sizga bilasizmi? Qanaqa qilib o'zi isbotini topmagan hadis bilan oyat solishtiriladi yoki moslashtiriladi. Bu hadis yo'q-ku, isbotlanmagan-ku deyish kerak edi. Sizning auditoriyangiz bo'lsa, jimgina eshitib, shu masalani eshitib turgandan keyin ham doktor Ihson o'sha suhbatini tugatganda u yerda shunaqa bir bopladik, mana shu ma'nolardagi bir xursandchiligini ko'rsatishganda, ustoz bopladilar hech qaysi biri aytmadiki, shoshmanglar, doktor Ihson buni zaif dedi-ku, isbotlanmagan dedi-ku. Biz nega unaqa xursand bo'lishimiz kerak yoki nimaga buni qabul qilishimiz kerak degan fikrni ham aytmadi. Keyingi masala, birodarimiz Abu Safiya 2 marta tashrif buyurgan,
sizni qo'llovchilarni kanaliga va o'zizni kanalingizga o'shanda ham bu behurmatli bo'lgan bahsdagi odamni ovozini yopib qo'ygansiz. Yo siz yopgansiz, yo o'sha sizni guruhingiz yo kanalingiz adminlari yopgan. Vaholanki Abu Safiya sizni o'sha joyi o'zida noto'g'ri fikrda ekaningizni shunaqa isbotlab qo'ygan. Lekin auditoriyangiz bo'lsa buni tan olmagan. Eng mashhur bo'lgan temalardan, mavzulardan biri o'sha Sahih Muslimdagi 537-hadis, ya'ni ko'pchiligi joriy hadisi bilan mashhur bo'lgan hadis. Bu hadisni zaif deb aytgansiz. Abu Safiya butun dunyodagi o'sha islom olimlariga, buni zaif sanaydigan olimlarga endi ruscha qilib aytganda vizov tashlagan edi. Kelib isbotlab beringlar yoki chaqirsanglar boraman deb. Shunda men unga yetkazgan edim. Shuni zaif deyilyapti shu joyda deb Abu Safiya kirib kelgan. Abu Safiyani bitta xatosi, men shuni aytishga ulgurmadim. Aytgan edim, lekin o'sha paytda aytishga ulgurmadim. Guruhga kirgandan keyin Abror aka bilan uni guruhida gaplashmagan. Boshqa guruhga chaqiraylik deganman. Kirishidan oldin. Lekin u kirgandan keyin men aytishga ulgurmadim. Bahsni boshlab ketdi va sizni bu hadisdan boshqa yana 4 ta rivoyati bor buni deganingizda u hadislarni zaifligini keltirib bergandi. Siz shunda u hadislarni qo'yib boshqa dalilga o'tishga harakat qildingiz. Lekin u harakatingiz ham o'xshamadi, umumiy qilib aytganda. Lekin sizni auditoriyangiz o'sha hadislarni zaifligini keltirib berilgandan keyin ham o'sha hadislarni keltirishda davom etishyapti. Men shunga hayron qolaman. Ko'r murid desa endi boshqalar, masalan, men atamayman-ku ko'r murid deb. Ko'r murid deb atasa boshqalar bularga bilmayman og'irroq botadi. Keyin o'zingiz ham ko'r umid. Xullas, u odamni haqorat qilishga, bir boshqacha kamsitirishga o'tadi. Lekin bularni qilayotgan amali o'sha ko'r muridga qilayotgan amalidan farqi yo'q. Bularga hujjat nima, dalil nima bilmaydi bular. Dindagi dalil nimaligini. Xullas, birinchi shu masala. Biza tarafdan, ya'ni doktor Ehson va bizning o'sha ilm o'rganayotgan jamoamiz tarafidan doktor Ehson va Abu Safiya umumiy olganda 3 marta sizlarni dominantlik qiladigan kanalinglar guruhinglarga tashrif buyurganmiz. Lekin sizlar tarafdan tashrif yo'q. Chaqiruvlar bo'ldi, lekin bir javob ham etilmadi. Meni o'zim siz bilan o'sha kredit masalasida bahs deylik, mayli. Suhbat deylik, bahs emas. Suhbatimiz chog'ida men sizdan o'sha dalil so'ragan paytlarim, ya'ni dalil, ahli ilmdan dalil so'ramaslik haqida nimani hujjat qilasiz deganimda, siz Umar radhiyallohu anhuni bir guruh odamlar kelganida uni oldiga oranglarda Abdulloh ibn Mas'ud bor paytda boshqalardan so'raysizlarmi? Masalalarni undan so'raylar degan ma'nodagi rivoyatni menga olib kelgansiz. Vaholanki meni savolim kimdan so'rash kerak degan mazmunga ega emasdi. Meni savolim dalil so'ramaslikka hujjat. Mana shu edi meni savolim, mazmuni. Buni tushunish qiyin emas. O'zbek tilini bilgan har qanday odam tushunib oladi. Mana shu paytda bunaqa javob bergansiz. Men keyingisi Sahih Muslimdagi 2 ta hadisni zaif degansiz. O'shalarni ham isbotlashga, umumiy olganda o'sha suhbatimizdan kelib chiqqan kamchiliklar masalasida men sizga chaqirganman bahsga. O'sha Farruh birodarga aytganman, ba'zi bir o'sha adminlarga aytganman. Lekin sizdan javob bo'lmadi shu paytgacha. Yana bir manipulyatsiyalaringizdan bittasi. Abu Ibrohim aka bilan suhbatingizda Abu Ibrohim aka tobiinlarga ergashish haqidagi oyat yoki hadis yo'qligini keltirganlar sizga. Aytilmaganligi. Siz bo'lsa nima dedingiz? Tavba surasi 100-oyatni keltirib, mana tobiinlar haqida aytilgan ekan u dedingiz. Vaholanki u tobiinlar Abu Ibrohim aka so'rayotgan narsa tobiinlarga ergashish haqidagi narsani. Sizlar da'vo qilasizlar-ku, tobiin, taba tobiin deb. Shularga ergashish kerakligi haqida hujjat so'raganlar. Siz bo'lsa o'sha birinchi muhojir va ansorlardan
Alloh rozi bo'lgani va ularga yaxshilik bilan ergashganlarini deb keltirgan jumlasini keltirgansiz. Ana ergashish, ya'ni tobeinlar haqida kelgandi. Keyin siz aytyapsizki, u yerda hali isbotini topib bermasdan turib, uyalmaysizmi dindan gapiryapsiz-ku deb aytgansiz. Bu odam qanaqangi bo'lishi kerakki, manipulyator. Hali isbotlamasdan turib, bu odam tan olishi kerak, keyin siz aytishingiz kerakki, uyalmaysizmi deb. Mana shu manipulyatsiyalaringiz, men juda ko'p ishlataman bu manipulyatsiya so'zini, nimagaki sizni asosiy suhbatlaringizda manipulyatsiya bo'ladi. Keyingisida yaqinda 14-yanvar kuni siz bilan sahih hadislar suhbatlashganimizda hadis qachon sahih bo'lishi haqida mavzu ochgandikda, siz ochgandingiz. Men sanab beruvdim. Siz yo to'xtang deb turib, o'zingiznikini gapirdingiz. Bunda olib qaraganda bitta narsani gapirganmiz. Holi siz boshqatdan eshitib chiqing zapisingizni. Keyin bir hadis aytdingiz, Ruwaybiza haqida. To'g'rimi? Men sizga aytdim, shuni isbotlab bering dedim. Siz bo'lsa, mana Imom Ahmadda kelib turibdi dedingiz. Men aytdimki, siz usul bo'yicha isbotlab bering dedingiz. Imom Ahmad sahih deb turibdi dedingiz, yana qaytardingiz. Sizga usul nimaga sanadingiz bo'lmasam, hadisda sahih bo'lish haqidagi shartlarni. Men sizga o'zingiz sanaganingiz bo'yicha isbotlab bering dedim. Shuni ham isbotlab bermadingiz. Ovozimni yopdingiz-da, keyin yana boshladingiz manipulyatsiyangizni. Uyalmaysizmi islomda bunaqa gapirishga deb boshladingiz. Siz oldin isbotlab qo'yishingiz kerak-ku bu gapni eshitish uchun. Auditoriyangiz ilib ketaverishidan foydalanasizmi? Har bir gapingizni ilib ketaveradi. Hujjat qilib. Vaholanki o'zi tushunmaydi. O'zi tushunmaydi siz aytayotgan narsalarni. Yana bir sizni auditoriyangizni o'sha Mavlud haqida ma'ruzalaringizdan bittasida, ya'ni auditoriyangizga yetkazib berish, hujjatini ko'rsatish maqsadida qilgan ma'ruzangizda aytgansizki, bir qarindoshi Abu Lahabni, to'g'rimi, tushida ko'rgan Abu Lahabni o'sha har dushanba jazosi yengillanishi haqidagi rivoyat. Abu Lahabdan so'ralganda, nimaga dushanba kuni yengillanadi deganda, Abu Lahab aytgan gapini aytgansiz, chunki men o'sha Muhammad tug'ilganida joriyamni ozod qilib yuborganida shunga degansiz va Sahih Buxoriyda kelganini aytib o'tgansiz. Endi siz auditoriyangizga Sahih Buxoriyni ochib, o'sha joyni to'liq o'qib berishingizni so'rayman. Auditoriyangizga. U yerda Muhammad tug'ilgani uchun joriyani ozod kelganmi yoki faqat joriyani ozod qilgani uchun kelganmi? Mana o'shani auditoriyangiz bilib olsin. Bilaman, ularga foydasi yo'q. Xullas, manipulyatsiyalaringiz ko'p. Har bittasini sanab o'tirsa, bilmayman, bir 4 soat, 5 soatlik efir bo'lib ketsa kerak, murojaat bo'lib ketsa kerak. Qisqa qilib aytganda, sizga murojaatim, siz bilan shu auditoriyani, umuman o'zbek zabonlarini, sizni eshitayotgan o'zbek zabonlarini adashtirayotganingiz haqida men sizni bahsga chaqiraman. Siz aytganchalik o'sha islom qaysi tilda nozil bo'lgan bo'lsa, o'sha tilda suhbatga chaqiraman. Bizni o'sha arab tili bilan yaxshi shug'ullanadigan, arab tilini zo'r biladigan birodarlarimiz bor. Hujjat dalillar asosida sizga keltirib berishadi. Men hayron qolgan joyim, sizlarning bir qotgan ishingizda arab tilida suhbat qilmaymiz, asosiy auditoriyamiz o'zbek zabon, ularga foydasi bo'lsin deysiz. Lekin o'zbek tiliga o'sha bahs bo'lsa agar, o'zbek tiliga tarjima qilish menimcha muammo emas. Nimagaki, o'zbek zamoni mana sizni dominantli qiladigan va sizni auditoriyangiz dominantli qiladigan kanallarda, guruh va kanallarda bir adashmasam Iordaniyalik bir Hanafiy olim deylik, mayli. Hanafiy olim, din olimi demayman, Hanafiy olim deyman. Hanafiy olimni arabcha matnlarini o'zbek tiliga o'girib, ya'ni chiqarib berishadi, foyda bo'lsin deyishadi. Sizni bahsingizni ham, ya'ni siz qatnashadigan o'sha arab tilli bahsingizni ham tarjima qilib qo'yish menimcha ish bo'lmaydi, foyda bo'lish uchun. Qiyin emas bu demoqchiman. Shunga ko'nasizmi? Arab tilida o'sha din qaysi tilda nozil bo'lgan bo'lsa, o'sha tilda bahs uyushtiramiz inshaalloh. Shuni qisqagina roziman, boraman yoki yo'q, rozi emasman, chiqmayman deb javob bersangiz bizga ma'qul bo'ladi. Shu bilan sizga boshqa hech kim murojaat qilmaydi. Javobingizni inshaalloh kutib qolaman.
Assalomu alaykum va rahmatulloh.